Mana, 5 futbolchining o'g'li otalarining klonlariga o'xshaydi. Va birinchi o'rin shunchalik o'xshashki, deyarli qo'rqinchli. Bilasanmi, Ronaldo plyusni bosganda tabassum qiladi. 5-o'rin Joao Mendes, Ronaldinyoning o'g'li. Hozir o'zi ham professional va har safar uni ko'rsangiz, hamma narsa El Gauchoni eslatadi. Ko'pchilik aytadi, u nafaqat tabassumni, balki maydon ichida va tashqarisidagi nafislikni ham meros olgan. 4-o'rin Kakaning katta o'g'li. Tabassum, imo ishoralar va hatto harakatlar ham jahon chempionining yoshroq versiyasi. Birga olingan suratlarda ular ikki avloddan bo'lgan egizaklarga o'xshaydi. 3-o'rin Ronnie, Phil Fodenning o'g'li. U atigi 5 yoshda